O'zi ham balandlarni balandida o'tirishga arziysizda akaxon. Shunday butun shahar yaqqol ko'rinib turadigan joydan bitta kvartira bosib olmaysizmi? 9 qavatli binoning 8-qavatida 3 xonali kvartira sotuvga qo'yilmoqda. Umumiy maydoni 98 kvadrat metrni tashkil qilar ekan. Remontlari korobka holatda, lekin devorlarni rodminlab, pollarni stяжка qilib, chirnavoy ishlarini tugatib qo'yishibdi. Endi u yog'ini didingizga moslab, ta'mirlab, jihozlab olsangiz bo'ldi. Xonalarni bo'lishga ahamiyat berdingizmi? Qulay va to'g'ri mo'ljallanibdi. Derazalarni qarang, odatdagidan ancha katta bo'lgani uchun juda ham yaxshi tabiiy yorug'lik xonalarga kirmoqda. Derazadan ko'rinadigan manzara esa alohida tema. 8-qavatga chiqib tushishga nimaga o'ylanasiz? Lift bor-ku, ishlab turibdi. Narxini 1 kvadrat metrga egalari bor yo'g'i 6.500.000 so'mdan so'rashmoqda. Opisaniyadagi raqamlar bilan bog'lanib, bemalol savdolashib baraka qilsangiz bo'ladi. Kerakli deb bilgan yaqinlaringizga ushbu videoni albatta yuborib qo'yish esingizdan chiqmasin. YouTube'dagi to'liq videoni ko'rish uchun kommentariyaga video deb yozib qoldiring. Manzilimiz Farg'ona shahar markazi, Sayilgoh ko'chasida, mo'ljal Anta do'konining yonginasida.